Muhim 24 kunning eng muhim va dolzarb xabarlari tahlili bilan sizni tanishtirishda davom etadi. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda ham avvalgilardan qolishmagan holda bir-biridan qiziq bo'lgan ikki mavzuga to'xtalishga qaror qildik. Bilamizki, bir necha yildan beri davom etayotgan Ukraina va Rossiya urushi butun dunyoning diqqat va markazida bo'lib turibdi. Kuni kecha Ukraina prezidenti Volodimir Zelenskiy Rojdestvo arafasida o'z xalqiga video murojaat yo'llab, unda Rossiya Federatsiyasi prezidenti Vladimir Putinga ochiq xat yo'lladi desak ham mubolag'a bo'lmaydi. Xo'sh, bu ochiq xat G'arb matbuoti nazi bilan aytganda Putinga o'lim tiladimi yoki uning mazmuni boshqacharoq bo'ldimi? Shu kecha kunduzda bo'lib o'tgan voqelikka ham to'xtalib o'tamiz. Ya'ni Amerika Qo'shma Shtatlari yetakchisi Donald Tramp va Ukraina prezidenti Volodimir Zelenskiyning uchrashuvi. Xo'p, bu galgi uchrashuv avvalgilardan nima farq qildi? Bu uchrashuvda biror bir tayinli masalalar ham hal etildimi? Bugun mana shu kabi mavzularni birgalikda to'xtalib, tahlil qilib ko'rishga harakat qilamiz. Videoga like bosib, kanalimizga obuna bo'lib, mavzularimiz yuzasidan fikr va mulohazalaringizni qoldirishni unutmang. 2025-yil 24-dekabrda Katolik Rojdestvo arafasida Ukraina prezidenti Volodimir Zelenskiy o'z xalqiga video murojaat qildi. Bu murojaat urush sharoitidagi 4-Rojdestvo bayrami fonida bo'lib, unda Zelenskiy Rossiyaning doimiy hujumlarini qoraladi va Ukraina xalqining birdamligini ta'kidladi. Biroq murojaatning eng muhokama qilingan qismi Zelenskiyning Vladimir Putinga aniq ishora qilgan so'zlari sabab bo'ldi. Zelenskiy qadimgi Ukraina an'anasiga asoslanib, Rojdestvo kechasida osmon ochiladi va tilaklar amalga oshadi deb ta'kidladi. Keyin quyidagi so'zlarni keltirdi. Bugun hammamizda qattiq orzu bor va hammamiz uchun bitta tilak. U o'lsin deb har birimiz o'zicha o'ylaydi. Lekin Xudoga murojaat qilganda albatta kattaroq narsani so'raymiz. Ukraina uchun tinchlikni so'raymiz. Biz u uchun kurashamiz, ibodat qilamiz va bunga loyiqmiz. Zelenskiy Putinning ismini to'g'ridan-to'g'ri tilga olmadi, lekin kontekst, ya'ni Rossiyaning Ukrainaga bosqini, urushning davom etishi va ko'pchilik talqiniga ko'ra, bu Vladimir Putinga aniq ishora edi. U bu tilakni shaxsiy emas, balki Ukraina xalqining umumiy his-tuyg'usi sifatida taqdim etdi va asosiy maqsad tinchlik ekanini ta'kidladi. Bu gap xalqaro ommaviy axborot vositalarida keng yoritildi. Jumladan The Independent, Euronews, NDTV, Daily Mail, Kyiv Independent va boshqalarda Zelenskiy Putinga o'lim tiladi yoki Putinning o'limini orzu qildi degan sarlavha bilan yoritildi. Rossiya tomonida Kreml matbuot kotibi Dmitriy Peskov bu bayonotni madaniyatsiz va g'azablangan noadekvat deb baholadi va Zelenskiyning tinchlik muzokaralariga qodirligini shubha ostiga qo'ydi. Murojaat Rossiyaning Rojdestvo arafasidagi massiv hujumlari, ya'ni yuzlab dron va raketalar, energiya infratuzilmalariga zarbalari fonida aytilgan. Zelenskiy bu hujumlarni Rossiya o'zining kimligini yana ko'rsatdi deb ta'rifladi. Shuningdek, u AQSh bilan muhokama qilinayotgan 20 bandlik tinchlik rejasini eslatib o'tdi. Unda Donbassdagi mudofaa chizig'i bo'yicha demilitarizatsiya zonasi taklif etilgan. Bu Zelenskiyning birinchi qattiq bayonoti emas. Urush davomida u Putinni terrorchi va jahannamga tushsin degan atamalar bilan ham ta'riflagan. Biroq Rojdestvo kabi muqaddas bayramda bunday so'zlar alohida e'tiborni tortdi. Xo'p, ekspertlar va siyosatchilar bu borada qanday fikrlar bildirmoqda? Zelenskiyning so'zlari turli tomonlardan tahlil qilindi. Jumladan G'arb siyosatchilari va tahlilchilari ko'pchilik bu bayonotni urush sharoitidagi tabiiy his-tuyg'u deb baholadi. Masalan, Reddit va G'arb ommaviy axborot vositalari muxlislari Zelenskiy shunchaki ukrainlarning haqiqiy fikrini aytdi. Putin uni 24 martadan ortiq o'ldirishga urinib ko'rgan. Shuning uchun bu ajablanarli emas. Ular ta'kidlaydiki, Zelenskiy asosiy tilakni tinchlik qilib qo'ydi va bu so'zlar propagandaga qarshi emotsional javob. Ba'zi tahlilchilar, masalan, The Spectator'dagi Mark Gilotti oldingi maqolalarida shunga o'xshash mavzularga to'xtalgan. Jumladan, Zelenskiy bunday so'zlar bilan xalqaro e'tiborni jalb qilmoqchi bo'lishi mumkin. Chunki urush uzoq davom etmoqda va G'arb yordami haqida savollar ko'paygan. Rossiya tomoni va pro-Rossiya ekspertlaricha bunga qanday to'xtalishdi?
Peskov va Rossiya ommaviy axborot vositalari, jumladan RT va Kiev.ru ruscha talqinda aytganda, bu nekulturniy va azlablenniy bayonot bergan. Zelenskiy adekvat emas va tinchlikka qodir emas. Ular bu so'zlarni Zelenskiyning zaifligi belgisi deb ko'rsatmoqda. Ba'zi rossiyalik sharhlovchilar esa Rojdestvoda bunday tilak xristianlikka zid va Zelenskiyning nahotki obrazini tasdiqlaydi kabi jumlalarni ishlatgan. Neytral va xalqaro tashkilotchilar ham bunga alohida to'xtalgan. Jumladan Euronews va The Hill nashrlari bu murojaat tinchlikka chaqiriq bo'lsa-da, emotsional qismi muzokaralarga salbiy ta'sir qilishi mumkin. Biroq urushning 4-yilida bunday retorika kutilgan. Xo'sh, Zelenskiyning murojaatidagi umumiy konsensusga to'xtaladigan bo'lsak, Zelenskiy to'g'ridan-to'g'ri o'lim tilagani yo'q, balki u xalq his-tuyg'usini aks ettirdi. Bu urush rahbarlarining odatiy qattiq retorikasi. Masalan, Putin ham Zelenskiyni natsist deb ataydi. Zelenskiyning bu so'zlari urushning og'ir psixologik yukini ko'rsatadi. Millionlab ukrainlar yaqinlarini yo'qotgan, shaharlar vayron bo'lgan. Biroq u tinchlikni asosiy maqsad qilib qo'ydi. Ekspertlar orasida bu bayonot emotsional va tushunarli deb hisoblanadi. Ammo diplomatik jarayonlarda, ayniqsa Tramp administratsiyasi bilan muzokaralar fonida qiyinchilik tug'dirishi mumkin deb baholanmoqda. Urush davom etar ekan, bunday qattiq so'zlar ikki tomon retorikasining bir qismi bo'lib qolmoqda. (2025-yil 28-dekabrda Florida shtatidagi Mar-a-Lago razvedkasida AQSh prezidenti Donald Tramp va Ukraina prezidenti Volodimir Zelenskiy o'rtasida bo'lib o'tgan uchrashuv Rossiya-Ukraina urushini tugatishga qaratilgan tinchlik muzokaralarining muhim qismi sifatida baholanmoqda. Bu uchrashuv taxminan 3 soat davom etgan va unda tinchlik rejasi, xavfsizlik kafolatlari, hududiy masalalar va kelgusi qadamlar haqida muhokamalar bo'lib o'tgan. Uchrashuvdan keyin ikki rahbar matbuotga chiqib, ajoyib va mazmunli suhbat bo'lganini ta'kidladilar, ammo yakuniy kelishuvga erishish uchun hali qiyin masalalar qolganini tan olishgan. Tramp uchrashuv oldidan Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan telefon orqali gaplashganini va Putin tinchlikka qiziqish bildirayotganligini aytdi. Uchrashuvning asosiy mavzusi 20 bandlik tinchlik rejasi bo'ldi. Bu reja dastlab AQSh tomonidan 28 band sifatida taklif qilingan. Keyin Ukraina va AQSh jamoalari tomonidan qisqartirilgan. Zelenskiy rejasi 90% tayyor deb baholadi. Xususan AQSh va Ukraina o'rtasidagi xavfsizlik kafolatlari 100% kelishilgan. AQSh, Yevropa va Ukraina o'rtasidagi kafolatlar esa deyarli kelishilgan ekanligi ta'kidlandi. Tramp esa foizlarni ishlatishni yoqtirmasligini aytib, ammo 95% masalalar hal etilgan deb hisoblayotganligini bildirdi. Keling endi muhokama qilingan masalalarga ham to'xtalib o'tsak. Bular orasida xavfsizlik kafolatlari uzun muddatli tinchlik uchun asosiy omil sifatida ko'rilmoqda. Jamoalar bu borada muhim natijalarga erishgan. Hududiy masalalar, Donbass mintaqasi va Zaporojye atom elektrostansiyasi nazorati eng qiyin nuqtalar bo'lib qolmoqda. Ukraina demilitarizatsiya zonasini taklif qilmoqda. Rossiya esa butun hududni talab qilmoqda. Xo'sh, kelgusi qadamlar haqida nimalar deyildi? Jamoalar kelgusi haftada uchrashib, hujjatlarni yakunlaydi. Yanvar oyida Tramp Washingtonda Ukraina va Yevropa rahbarlarini qabul qiladi. Uchrashuvda AQSh tomonidan Steve Witkoff va Jared Kushner, Ukraina tomonidan Rustem Umarov va Andrey Ignatov ishtirok etdi. Tramp Yevropa rahbarlari bilan ham konferensiya qo'ng'irog'i orqali gaplashgan. Umuman uchrashuv ajoyib kayfiyatda o'tdi, ammo Rossiyaning Kiyevga hujumlari davom etayotgani, masalan 27-dekabrda 500 ta dron va 40 ta raketaning uchirilishi tinchlikka jiddiy to'siq bo'lib qolmoqda. Tramp va Zelenskiy o'rtasidagi oldingi uchrashuvlar, masalan 2019-yildagi telefon suhbati va 2025-yil boshidagi Oq uydagi uchrashuvlar jumlasidan asosan keskinlik va bahslar bilan yodda qolgan. Hatto AQSh mulozimlaridan biri bo'lgan Vens ishtirokida janjal ham yuzaga kelgan. Bu galgi uchrashuvning joylashuv lokatsiyasi Oq uy o'rniga Mar-a-Lago tanlangan. Bu Trampning qishki Oq uyi sifatida ishlatiladigan shaxsiy rezidensiyasi hisoblanadi. Kayfiyatlarga to'xtalsak, oldingi uchrashuvlardan farqli o'laroq bu gal Tramp Zelenskiyni maqtagan va tinchlikka ishonishini bildirgan.
keskinlik o'rniga ajoyib va terrifik so'zlarini ishlatgan. Bir so'z bilan aytganda, oldingi uchrashuvlar bahs bilan tugagan bo'lsa, bu gal kelgusi uchrashuvlar rejalashtirilgan va progress ta'kidlangan. Xo'sh, bu uchrashuvga dunyo ekspertlari qanday baho berishmoqda? Dunyo ekspertlari va tahlilchilari uchrashuvni asosan ijobiy va ammo ehtiyotkorona baholamoqdalar. Ko'pchilik progressni tan olishsa-da, yakuniy kelishuvga erishish qiyinligini ta'kidlamoqda. New York Times va Reuters ekspertlari uchrashuvni muhim taraqqiyot deb atashmoqda, xususan xavfsizlik kafolatlari borasida. Axios va Politico tahlilchilari esa eng yaqin nuqtaga yetilganini, Trumpning Putin bilan suhbati ijobiy signal ekanini ta'kidlashmoqda. The Guardian va BBC ekspertlari esa hech qanday yutuq yo'q deb hisoblaydilar. Chunki 90% uchrashuv oldindan ham aytilgan hududiy masalalar hal etilmagan. The Washington Post tahlilchilari esa Rossiyaning roziligi shubhali ekanligini, hujumlar davom etayotganligini ta'kidlashmoqda. Ba'zi ekspertlar, masalan, NBC va CNBC qiyin masalalar, ya'ni hududiy bahslar sababli jarayon barbod bo'lishi mumkinligini ogohlantirishmoqda. Ekspertchilar bu uchrashuvni oldingilariga qaraganda samaraliroq deb baholashmoqda. Ammo tinchlikka erishish uchun Rossiyaning ishtiroki va Yevropa ittifoqchilarining qo'llab-quvvatlashi zarur. Kelgusi haftalar va yanvar uchrashuvi hal qiluvchi bo'lishi mumkin.